sudga kirib ketamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar adminim qo'yadi. Aytuvdimki, 3 marta hayotimga qattiq sinov kelgan deb yutqazgan vaqt. Musobaqalar bu mol dunyo, Instagram, pul qiziqmasda, odamga ozodlik bo'lmasa, farzandlarning ham bo'lmasa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar meni padishga qilib keldinglar shu kungacha. To'g'ri 5 yil yotib inshaalloh kelgan joydan boshlab ketdikmi? Yana 2 yildan keyin chiqib ham kelgan joydan boshlab ketamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va sizlarni har doim padishkalaringizni sezib turaman. Sizlarni o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Farzandlarimni ham inshaalloh Alloh rizqini beradi. Oilamni hammasini Alloh rizqini beradi. Agar kimgadir noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini ochiq chiqolmagan bo'lsam, musobaqaga meni kechiring. Inshaalloh bu hayot sinovlari, hayotda musobaqalarga gilamni yutqazmaslik kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men O'zbekistonga kelganman, O'zbekistonni yaxshi ko'rib, O'zbekiston mamlakat sinovlar, Alloh bunaqa sinovlar berayotgan bo'lsa, inshaalloh qador yozilgan, inshaalloh bismillah deb o'tib ketamiz. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan har doim yuraklaringizda go'zal bo'ladi va go'zal yashaydi.